Hop, mana buni ko'ynechamizni sifati orqasiga zazoz berilgan va bu yerda ham ulangan. Bu yerda ham mana bunday koketkali bo'lib zazoz bo'lganda, bu yerda ham urab tikilgan, mana bunaqa fasonlar bittama-bitta berilgan, chiqarilgan. Keyin shortchasiga keladigan bo'lsa, ishtonchasi ham hali kalta bo'lib, chizzadan yoki sizzadan chicha past turmaydi-da, bemalol. Qizchalarimizga yaxshi turadigan do'yga hamma bunaqa yangiliklar qilganmiz. Keyin buni yengchalariga ham oddiy qilib qo'yilmadi. Juda mehnat qilindi bunga ham. O'sha hisobiga mana juda ham chiroyli chiqdi. Yangilik rasvetga svetlari. Keyin mana bunisi o'zi hop, model umuman boshqa model. Bu unga nisbatan yengchasiga mana bunaqa rezinka qo'yildi va koketkani mana bunaqasiga ishlatildi-da. Mana kameraga yaqin olib kelaman. Juda ham koketkasi qo'yildi. Keyin ham buni pastrog'iga undan ham kengroq qilib ishlatildi. İşte bu bunda kiyganda tor bo'lmasin, yozdi narsasi mana bunaqa keng bo'lsin deb material ayalmadi. Lekin narxi arzon bo'lgani bilan materialni qisib qolib, unaqa narsa bo'lmadi. Qaranglar, orqalarida ham ikkitadan koketkasi bor. Hop, tikilishda eng pastiga mana koketkasi mana bunaqa qo'yildi. Hop, bo'ynalari bo'lsa baykada ishlatildi, keyin orqa tarafi mana bunaqa yechib turib, mana bunaqa qilib o'zini holatiga qo'yib oladigan bo'lib chiqdi. Hali kallasi tor bo'lib, keng bo'lib bo'lmaydi, chunki bu shtampil material cho'zilmaydi, kengaymaydi o'sha hisobiga. Buni ham ishtonchasiga mana bunaqa rezinka qo'yildi. Anaqasi ishtoni ham bo'lsa mana o'zini holatiga bamani chiqdi. Lekin bu modelimizni anaqasi lozimchasi kichikroq mana. Pasti short hisobida. Lekin buniki mana short emas, umumiy lozim hisobida. Hop, narxi 19 ming so'mdan juda ham chiroyli Weber, chiroyli assortiment. Bemalol xarid qilasizlar. Hammasi bular mana bunaqa qilib pochkalangan, 10ta bo'lgan pochkasida, azizlar. Hop, endi hozir bularni ko'rsatdik. Xo'sh, endi hozir kamerani tepaga buramiz-da mana. Sifat tekstil filialidamiz hozir, Qo'qon filialidamiz. Endi mana buni dvoykalarni bitta ko'rsataman sizlarga, qo'ldan kelgancha bularni. Bularda ham narxlari bo'lsa 13 ming so'mdan hozir birma-bir yaqin qilib nimasini ko'rsataman, svetlarini. Mana misol o'rtadagi svet, bunaqa modelini ko'rishimiz mumkin. Oddiy futbolka, shortik. Hech qattiq unaqa ortiqcha vitrina boshqa qilinmagan, yengil, uy ichiga kiygan, mazza muzdek. Mana choki bo'lsa bemalol bo'ldi. Tor bo'lib qolmagan, qisqa bo'lib yoki uzun bo'lib, hali xunuk bo'lib turmagan, o'zini razmeridagi bala kiysa juda chiroyli turadi. Keyin ham mana bunaqa qilib kichkina, hali oddiy bo'lib qolmaslikka dazmolda mana bunaqa Lacoste yopishtirildi. Mana Nike'dan yopishtirildi. Mana Nike modelimizdan keyin mana buni Adidasdan yopishtirildi. Mana shu 3 xil model bo'ldi. Lekin svetini ko'ringlar mana. Bundan uncha ko'rinmadi. Mana hozir oqini yoki sarig'ini ko'rsataman. Mana. Juda chiroyli setka material mana. Daji mana qo'l ko'rinib turadigan darajada juda chiroyli. Men oqini ham ko'rsataman. Xohlasa bular ham juda ham chiroyli. Mana qo'lim uje, mana qo'lim, sohatim uje bilinib ko'rinib turibdi. Lekin material yaxshi, yumshoqqina mana. Yumshoq setka materialdan juda chiroyli ishlandi. Hop, narxi bo'lsa 13 ming so'mdan. Bemalol hozir bular Qo'qon filialimizda va undan tashqari Andijondagi filialimizda ham, Jizzax filialimizda ham, hop, Surxondaryo filialimizda ham, hamma filialimizda bor xudo xolasa. Bular juda ham ko'p Weber, juda ham ko'p assortiment. Hop. Har bittasi mana bunaqa bo'lib upakovka bo'ladi. Upakovkasi ham yaxshi, juda chiroyli upakovka bo'lgan. Hop, hozir endi uni hibilarini ham bir ko'rsatamiz. Hop, hibilarini ko'rsatadigan bo'lsak. Mana hibilari ham juda chiroyli ishlangan. Baramalari
kraskasi o'chib ketmaydi. Mana bunaqa Xitoy kraska, oddiy kraska emas, bular turetskiy kraska urilgan. Holati ham yaxshi, o'zi ham sifati yaxshi. Keyin mana bundan ko'ra mana bu sal skromliroq. Lekin qaranglar, 13 mingga вообще arzon u. Qaranglar. Juda ham chiroyli, anaqa hop, yozgi kunida qonliga anaqa bir kraskasini gulini o'tmasdan isitib, terlatib tashlamaydi. Shuning uchun kichkina serdechkaga sifat qilib gul urilgan, Ferrari har xil anaqa qilib, rasvetka qilib. Narxi 13 mingdan, bular ham juda ham ko'p, bir ko'p assortiment. Bu ham hozir hamma filiallarimizda bor, lekin narxlari arzon, ko'rib turibsizlar. Hop, endi arzon trikolarimiz bor, shortichalarimiz, ularni ham bir qator ko'rsatib chiqamiz. Hop, demak, bo'lmasam o'sha trikolarimizni, shortichalarimizni bir qator ko'rsatamiz. Mana endi shortichalarimizni ko'rsatamiz. Narxlari juda ham arzon. Mana shular misol 5000 so'mdan hamma filiallarimizda bor, xudo xolasa. Hop, bunisi bo'lsa, hop, mana bunaqa. Hammasini mana bunaqa ko'kligi bor, sariqligi bor. Yana bir boshqacha svetlar bor, lekin sifat yaxshi mana. Ko'ringlar sifatini. Mana rezinkalar qo'yilgan. Toza rezinka qo'yilgan, pul rezinkasi ishlatilmagan. Keyin buni guli ham chiroyli. Bunaqa hop, turetskiy kraska ishlatilgan bunga ham. Razmeri bo'lsa 3-4 yoshlarga bemalol tushadigan narsa, lekin narxi bo'lsa 5000 so'mdan. Demak, kanalni kuzatib boramiz. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha barchaga omad. Hozir bizda mana qo'limizdan kelgancha mana hozir bismillah mana bir qator tanishib chiqdik ukulamiz bilan. Bu yerda mana bo'lsa o'zini juda ham chiroyli futbolkasi mana. Bemalol bularda ham 13 ming so'm, 14 ming so'mdan bozorlarda o'sha ishlab chiqarishlar birinchi qo'lda tikib chiqqan, lekin bizniki paxtadan, hibi, yumshoq va bunaqalar kraskalari ham juda tanaga ozor beradigan darajada bo'lmagan, chiroyli ham ko'rishlar mumkin. Bunga hammasiga bunaqa qilib bir chok qilib tikilgan, choktirma bostirilgan. O'sha hisobiga bemalol tavsiya qilsak uyalib qolmaymiz, lekin narxini qaranglar, 11 ming so'mdan hozir. Hozir Qo'qon filialida sotuvda kimgadir nechta kerak desa, bunaqa qilib pochkalangan, bitta pochkasi ikkita, 10 ta kerakmi? Misol andijonlikda klientimizga Surxondaryo klientimizga 20 ta kerakmi? Dostavka qilib chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa, hozir Qo'qon filialidan. Bizda tovarlar juda ko'p, yaxshilar. Kanal kuzatib borasizlar. Biz mehnatdamiz, xudo xolasa. Juda ham chiroyli tovarlarimiz, har xil mahsulotlarimiz. Bizda yana mana bunaqa mahsulotlar bor, chiroyli modellarimiz. Hop, mana ko'rsatamiz. Va bundan tashqari mana juda chiroyli ko'ynechalarimiz bor. Mana ko'ynechalar ham narxi juda arzon chiqdi hozir. Lekin mana shu ko'ynechamiz 3-4 yoshga tushadi. Shular hozir 12 ming so'm atrofida chiqyapti. Keyin mana bunaqa qulpin oyliklari bor, modeli mana bunaqasi. Xullas, vibra, sveti, gullari ko'p. Bemalol bularni ham xarid qilib olsaling bo'ladi, xudo xolasa. Arzon, qulay narxlarda. Hozir bizda tovar juda ko'p, har xil vibra assortimentlar, paypoq disklarmi, dvoykalar, bu yerda qoplangan viloyatlarimiz dastavkalari. Mana buni apamiz ham Qarshidan bizga zakaz berishgan, mana nomerlari. Hop, sifat tekstillar, mana pastel oldilar. 35 ming so'mdan 2 kishilik plastina nalchkalar beryapsiz hozir. Bular ham aksiya bo'lgan hozir, arzon narxlarda. Bemalol 35 mingdan olib, bemalol 50 mingdan sotib olgan taqdirda 15 mingdan qolsa ham maza qilib sotasiz. Deylik, mana bunaqa qilib upakovkalab qo'yganmiz. Mana shu deylik, mana shu pochka Toshkentdan kimdir bizni ko'rib turgan bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, mana shu bo'lsa 30 ming so'mga yetib boradi. Mazza-yu. Foydalaninglar. Misol deylik, buni hozir bitta apamiz 100 ta olishdi. O'sha 100 tasi ishonasizlarmi? 80 ming yo'l kira bilan bordi. 100 dona
pasti 80 ming yo'l kira bilan oldi. Voy arzon. Donasiga menimcha bu 1300, 1500, patolog 1,5 mingdan to'g'ri kelgandir. Mana bunaqa ko'yni lozimlarimiz bor. Hop, bizni bitta ko'rsatgan hamma narsamiz, mahsulotimiz bittama-bitta hop Telegram kanalga, sahifamizga joylanib boryapti. Mana bunaqa jenskiy kiyimlar bor. Hop, jenskiy mana bunaqa tursuklar bor. Har xil 9-sinfdan tortib kattalargacha. Mana bunaqa pijamalar bor. 65 minglik pijamalar, bular hozir aksiyada bizda 42 ming qilib berganmiz. Bularni ham svetlari juda ham serob mana. Hozir svetini ko'rsatishim mumkin mana. Mana svet. Mana svet. Mana svet. Mana svet. Mana svet. Bular hammasi o'zini aksi rasmlari bilan bor. Rasmlari Telegram kanaliga joylangan, chiroyli bo'lib, tartib bilan. Bunaqa pilsirovka shimlar bor qizlarga, ayollarga. Mana pilsirovka 5 xil, 6 xil, 7 xil sveti bor. Keyin qimmat pastellarimiz bor. Mana dantillalarimiz 195 mingdan. Hop, Xitoydagi toza mana shu rasmdagi qanaqa pastel bo'lsa, xuddi shu rasmdagi chiqadi. Hammasi bular ham hammasi Telegram kanalida. Mana bunaqa pastellarimiz bor. Havi 3D 6 oyga garantiyasi bor. Qaynatib yuvsa ham rangi chiqmaydi. Narxlari tashlangan. Mana bunaqa Xitoy rumollar bor ayollarimizga. Bular 55 minglik rumollar. Hozirgi kunda menimcha bir 13 ming, 12 mingga to'g'ri kelyapti. Keyin mana bunaqa haba barsovkalar, maykalarimiz chiqqan. Bularni ham hozir narxini 12-13 ming so'm atrofida. Demak, bizda Telegram kanaliga o'tinglar. Hamma mahsulotlar, xudo xolasa, chiroyli qilib joylandi va rasvetkalarimiz to'la to'kis berildi. Hozir biz mana bunaqa videoga olib, kamerada bu qilib bir sizlarga tanishtirib qo'yapmiz. Mana bunaqa juda chiroyli mana bunaqa koftachalar bor qizchalarga. Qaranglar, koftalar juda chiroyligini, gullari ham, sveti ham mana. Xullas, azizlar, Telegram kanaliga o'tamiz. Telegram kanal nomi Sifat tekstil chiqadi. Telegram kanaliga o'tib, hammasini bittama-bitta rasmlar tashlangan. Har kuni kunda sotilib ketadi bularni. Bemalol kanalga kirib, rasmlar bilan o'zini, holatini bemalol ko'rishlik mumkin. Azizlar, charchamanglar, bo'lmasa barchaga omad. Qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik sizlarga. O'ylaymizki, hamma mahsulotlarimiz yoqadi degan umiddamiz. Charchamanglar, yaxshilik, omadlar bersin.